Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi o'sib bormoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. O'zbekiston Rossiyadan makaron sotib olishni oshirdi. Rossiya makaron mahsulotlari eksportini 2025-yilning dastlabki 9 oyida 21% ga oshirdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi eksport mahsulotlarini rivojlantirish federal xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ushbu davrda Rossiya 154 million dollarlik makaron mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazib bergan. Eksportning asosiy ulushi an'anaviy tarzda qo'shni davlatlarga to'g'ri keladi. Belarus 35% ulush bilan yetakchilik qilmoqda. Yil boshidan buyon ushbu mamlakatga 54 million dollarlik mahsulot jo'natilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 43% ga ko'p. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston 2024-yilda Rossiyadan 34 million dollar qarz olgani haqida aytilgan edi. Siyosiy maslahatchi Igor Dmitriyev o'z maqolasida O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan mehnat migrantlari mavjud integratsiya qiyinchiliklarga qaramay boshqa mintaqalardan kelganlarga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega ekanligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, Markaziy Osiyoliklar postsovet hududida o'sgan va shahar hayoti bilan tanish, ko'pchilik rus tilida gaplasha oladi va ma'muriy tartiblarni tushunadi. Bu esa ularning Rossiya jamiyatiga muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. Dmitriyev bu migrantlarning Rossiya iqtisodiyotiga, ayniqsa an'anaviy ravishda ishlagan qurilish va qishloq xo'jaligi sohalariga qo'shgan hissasini yuqori baholaydi. Ular Rossiya iqlimi va ish muhiti bilan yaxshi tanish ekanligini va allaqachon ijtimoiy aloqalar o'rnatilganligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga muallifning ta'kidlaganidek, Markaziy Osiyo migrantlarga qarshi axborot kampaniyasi fonida Afg'onistondan ishchi kuchini jalb qilish rejalari haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Dmitriyevning so'zlariga ko'ra, afg'on fuqarolarini o'qitish darajasi va integratsiya salohiyatini ancha pastligi jihatidan bunday niyatlar ko'plab savollar tug'diradi. Rossiyada vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma olishning yangi qoidalari joriy etilmoqda. 2-dekabr kuni e'lon qilingan prezident farmoniga ko'ra, ayrim toifadagi chet elliklar soddalashtirilgan tartibda rus tili, tarixi va Rossiya qonunchiligidan imtihon topshirmasdan RVP olishlari mumkin. Ushbu soddalashtirilgan tartibdan quyidagi chet elliklar foydalanishi mumkin: fan, sport, ishlab chiqarish, madaniyat, ta'lim yoki ijodiy san'at sohasida yutuqlarga erishgan, Rossiya iqtisodiyoti, jamiyati, mudofaasi va xavfsizligini rivojlantirishga hissa qo'shgan, mamlakatda talab yuqori bo'lgan professional ko'nikma va malakaga ega bo'lgan. Ushbu chet elliklar va ularning oila a'zolari til imtihondan o'tmasdan RVPga ariza berishlari mumkin. Ularga hukumat tomonidan odatda belgilanadigan yillik kvota ham taalluqli bo'lmaydi. Putin ilgari Ukrainadagi maxsus operatsiyada ishtirok etganlarni ham o'z ichiga olgan yarim toifadagi chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun fuqarolik va yashash uchun ruxsatnoma olishning vaqtinchalik soddalashtirilgan tartibi to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Qozog'istonda ichida 54 nafar o'zbekistonlik bo'lgan avtobus YTHga uchradi. 30 noyabr kuni Qozog'istonning Oqto'bo viloyatida ichida 54 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan yo'lovchi avtobusi yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Aqto'u shahridagi bosh konsulligi xabar berdi. Qozog'iston Respublikasining vakolatli idoralari ma'lumotlariga ko'ra, soat 21:00 da Rossiya Federatsiyasi Oqto'bo Qizilo'rda Olmaota Respublikasi ahamiyatiga ega avtomobil yo'lida Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Vanxul rusumli yo'lovchi avtobusi yo'l transport hodisasiga uchragan. Hodisa vaqtida avtobusda 54 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. YTH oqibatida jabrlanuvchi va halok bo'lganlar yo'q. Barcha yo'lovchilar favqulodda vaziyatlar xizmati va politsiya xodimlari tomonidan Oqto'bo viloyati Qoraburtoq qishlog'idagi masjidga vaqtincha joylashtirilgan. Fuqarolarga oziq-ovqat va zarur yordamlar ko'rsatilgan. Slovakiya o'zbekistonlik ishchilarga qiziqish bildirmoqda. Hozir Slovakiya mehnat bozorida ishchi kuchi yetishmayapti. Shu sabab mamlakat O'zbekistonda mehnatga layoqatli va uyushgan ishchi
kuchi qonuniy ravishda kelishishga qiziqish bildirdi. Mamlakat mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassislarga ega bo'lgan Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lmagan mamlakatlardan kelgan migrantlar uchun imkoniyatlar yaratish mavjud tartib-qoidalarni soddalashtiryapti. Prezident Shavkat Mirziyoyevga tashqi mehnat migratsiyasi tizimi takomillashtirish va uni xalqaro standartlar asosida yo'lga qo'yish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida axborot taqdim etildi. So'nggi yillarda fuqarolarni chet elga mehnat maqsadida tizimli ravishda yuborish yo'lga qo'yilgani natijasida mamlakatda mehnat bozori kengayib bormoqda. O'zbekistonliklar asosan yuqori maoshli ish o'rinlariga ketmoqda. Shunga qaramay 2016-yilga nisbatan xorijda ishlayotganlar soni kamaygan bo'lsa, ular yuborgan pul mablag'lari 3,8 milliard dollardan 2025-yilning 10 oyida 15,8 milliard dollargacha oshdi. Taqdimotda ayni paytda xorijiy bozorda malakali kadrlar jiddiy talab borligi ta'kidlandi. Hozir 140 ming mutaxassis uchun buyurtma mavjud. Ammo til va kasbiy malaka bo'yicha talabga javob beruvchi mutaxassislarni tayyorlashda yetarlicha ish qilinmagani aytildi. Shuningdek, migratsiya xizmatlari turli joylarda tarqoq bo'lgani uchun fuqarolar qiyinchilikka uchrayotgani qayd etildi. Shu bois sohadagi barcha xizmatlarni tartibga solish va yagona darcha tartibida birlashtirish vazifasi qo'yildi. Prezident taqdim etilgan takliflarni ma'qullab, mehnat migratsiyasi bo'yicha jarayonlarni yanada qulay va xavfsiz shaffof qilish yuzasidan qo'shimcha topshiriqlar berdi. Rossiyada ishlayotgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi fuqarolari uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkasi rossiyaliklar uchun bo'lgani kabi bo'ladi. Tegishli qonunni senatorlar ma'qullagan. Ilgari ular uchun yagona 30 stavka amal qilardi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Tamojniy soyuz 2015-yilda tashkil etilgan. Unga hozir Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiya a'zo. O'zbekiston esa kuzatuvchi davlat. 1 dekabrdan boshlab Rossiya migrantlarga bevosita ta'sir ko'rsatadigan yangi qoidalarni joriy etadi. Asosiy o'zgarishlar chet elliklarning biometrik ma'lumotlari va to'g'ridan-to'g'ri chegarada to'planishidir. Barmoq izlari va raqamli fotosuratlar zarur jihozlarga ega bo'lgan nazorat punktlarida olinadi. Ushbu tartib 2025-yil 1 dekabrdan boshlab 2026-yil 30-iyungacha amal qiladi. Ilgari tajriba Moskvaning Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo, Zhukovskiy aeroportlari, shuningdek Orenburg viloyatidagi Mashtakova nazorat punkti bilan cheklangan edi. Endi u barcha Rossiya chegaralariga kengaytiriladi. Maqsad migrantlarning raqamli profilini yaratish va ularning mamlakatda qolishini osonroq kuzatishdir. Hujjatga ko'ra tajriba 1 dekabr kuni soat 00 da boshlangan va 2026-yil 30-iyun kuni soat 23:59 gacha davom etadi. Belarus fuqarolari 6 yoshgacha bo'lgan bolalar, diplomatlar va xalqaro tashkilotlar xodimlari oilalari bilan majburiy biometrik ma'lumotlarni topshirishdan ozod qilingan. Rossiyada avtomobil boshqarayotgan migrantlarga nisbatan yana bir qoida qo'llaniladi. 1 dekabrdan boshlab ularga yozgi shinalarda mashina haydash uchun jarima solinadi. Jarima 500 rublni tashkil qiladi. Yakshanba kuni kechqurun Sankt-Peterburgdagi Grajdanskaya prospektida uylardan birida fojia yuz berdi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan birining fuqarosi bo'lgan 38 yoshli erkak Kalinskiy tumanidagi ko'p qavatli uyda o'tkazilgan ichkilikbozlik paytida og'ir jarohat oldi. U og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqea haqida Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati Ichki ishlar vazirligining bosh boshqarmasi xabar bergan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, kvartirada yana bir muhojir bo'lgan. U jabrlanuvchi va 2 odam, erkak va ayol birga spirtli ichimliklar ichganliklarini aytgan. Erkakning aytishicha, u yana aroq olib kelish uchun do'konga qaytgan. Qaytganda do'stini pichoqlangan holda ko'rgan. Juftlik esa g'oyib bo'lgan. Bu guvoh politsiya bo'limiga olib ketilgan. U yerda unga migratsiya ro'yxatidan o'tish paytida yolg'on ma'lumot bergani uchun ma'muriy bayonnoma tuzilgan. Keyinchalik Ichki ishlar vazirligi xodimlari gumondorlarni aniqlab hibsga oldi. Ular qurilish kompaniyasida ishlaydigan 43 yoshli erkak va uning 33 yoshli ayol sherigi bo'lib chiqdi. Erkakka mayda bezorilik uchun, ayolga esa migratsiya ro'yxatidan o'tish paytida yolg'on ma'lumot bergani uchun ma'muriy huquq
huquqbuzarliklar ayblovlari qo'yildi. Hozirda ikkalasi ham maxsus hibsxonada saqlanmoqda. Jinoyat ishi qo'zg'atish yoki qo'zg'atmaslik to'g'risida qaror qabul qilinmoqda.